14. Aytoldining haligi kun tug'di huzuriga kirganligi aytiladi. Aytoldi kirib, tizlanib haligiga ko'rindi. Uning yuzini ko'rib, haligining ko'ngli ochildi. Haligi egildi va so'z ochdi. Uning so'zi haligini xush qildi va o'zini so'yindi. Haligining Aytoldiga suoli. Halik aytdi: "Kimsan? Eting nima? Nereden keldin? Yurtun qayerda?" Aytoldi tamkinlik bilan so'z boshlab, oliyjanoblik bilan o'z so'zini bayon qildi. Tamkinlik, oliyjanoblik aqlning ishi. Aql farosatsiz kishilarning hammasi hayvondir. Buningga taqlidan shoir bu beytni aytdi. Biriga hojiting tushsa, oldirama, savr bilan ayt. İşqa aldırab kirişme, savr qilib kut. Aldırab qilingan ishlar keyin pushaymon bo'ladi. Har qanday ishda aldırama. Taqat qil, o'zingni tut. Qul taqat qilsa, baglik kamiriga erishadi. Aytoldining haligi javobi. Aytoldi aytdi: "Ey davlatlik Ali, qulluq nomi xizmat bilan go'zallashadi. Nomim qul, xizmatkor. O'rnim ishq oldi. İşlerim adillik, odatim xizmatdir. Sana intilib uzun yo'l yurib keldim. Bugun orzuyim qenib tilekimga yetdim. Telekim shuki, sen meni chetga qoqmay xizmatga sol. Meni rad qilma." Bu so'zlarni anglab Alik so'yindi. Tilegan odami tepildi va u erni sinab ko'rdi. Alikning Aytoldiga javobi. Alik aytdi: "Aytoldi, seni ko'rdim. Chiroying va xulqing meni so'yindirdi. Sen o'z loyiqida sodiqlik bilan xizmat qil. Doim ishkimda tur, yaqin bo'l. Mendan ehson, sendan xizmat bo'lsin. Xizmat joyida bo'lsa, baxt ishkini ochadi. Bugundan boshlab bosh tortmay xizmat qil. Xizmat ko'rsatsa, bag xizmatchi haqqini o'taydi." Aytoldining haligi javobi. Aytoldi yer ufti va shundoq dedi. Alik e'tibor bilan qarasa, davlat qo'l uzatadi. Men uyimdan chiqib xizmat qilishga keldim. Sana yuzlanib uzun yo'l yurdim. Xizmat qilish uchun Xudo kuch-quvvat bersin. Sening xizmatingda xato qilishdan saqlasin. Aytoldi turib, so'yinib kulgan holda ishga chiqdi. Aql ko'ngli echilib, mash'aldek yo'ridi. Baxtga erishgan va shu baxti yuzisidan orzu tilikiga yetgan erning nima deganligini angla. Bagla kishiga kulib baqsa, u kishining aql ko'ngli jonlanib, o'zi mag'rurlanadi. Bagla kishiga xushxuy chiroy ochsa, u kishi e'tiborga ega bo'ladi, so'zi o'tadi. Bagla kimni o'ziga yaqin tutsa, uning hamma narsa yaqinlik qiladi. Baxt demakdir. Baxtga kishi yaqin bo'lsa, orzusiga erishadi. Barliq ishi o'ngishli bo'ladi. Shundan tortib Aytoldi xizmat qildi. Sahar turib bir dammi xizmatdan neri bo'lmadi. Kunduzi soqchi bo'ldi, kechasi ko'zatib turdi. To'g'rilik va sodiqlik bilan xizmat qildi. Alik qishig'i doim kirib chiqib turdi. Alikmi uningga yaxshi ko'z bilan qaradi. Aytoldi kuniga yangi xizmat ko'rsatib turdi. Alikmi kun siri boshqacha qadrladi. Bagla qo'lini uning xizmati uchun qadrlaydi. Xizmatda ajr singdirsa, kichiklarmi ulug' bo'ladi. Xizmat qil. Xizmat bilan qo'l bag bo'ladi. Xizmat ko'rsatmasa, kimmi tilikiga yetalasin? Amdi donishman nima deydi? So'zini angla. U so'zlarni inchiklik bilan bezab ma'nilik so'zlagan. To'rga noloyiq kishi xizmat bilan to'rga erishadi. Yaramsiz yarab qolsimi, faqat pagog'il erishadi. Xizmatkor to'g'rilik bilan xizmat qilishi kerak. Xizmat ko'rsatgandan keyinla tilikiga erishadi. Aytoldimi har kuni xizmat ko'rsatdi. Aligmi ko'yinib ishkini ochiq tutdi. U orada xodimi bo'lib, kun siri yuqoriga ko'tarildi. Qayg'usi ozladi, shodligi ko'paydi.
Oytoldi xizmetidan nayt huzurlandı. Aligmu g'amxo'rlik qildi va ko'p yoruyulak bo'ldi. Alig uni har turlik ishlarda sinab ko'rdi. Xolig'inidek bir xizmatchi erga erishdi.